Assalomu alaykum. Hozirgi teradigan kodlar bilan telefoningizni sostoyaniyasini ko'rib olishingiz mumkin. Bu ayniqsa telefon olayotganda kerak bo'ladi. Yulduzcha reshotka 64 84. Endi reshotka yulduzcha qilib teramiz 2 marta. Mana o'zi menyusiga olib kiradi. Mana hamma yo'g'i bor. Bitta ochib tekshirsangiz bo'ladi. Keyin oddiy misol sensorni tekshirib ko'ramiz. Ekranda. Agar yaxshi ishlamasa, u chiziqlar qolib ketadi. Kattaylab to'lmay. Bunday tekshirib olishingiz mumkin. Yaxshi ishlamagan joylari anaqa chiqmaydi. Bizga nimagadir bular to'lmayapti, yaxshi ishlamayapti shekilli. Ekran almashgan biznikida. Telefonda. Rahmat, foydali bo'ladigan bo'lsa like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar, fikringizni bildirib. Bundanda qiziqroq videolar, qiziqroq kodlarni olib chiqamiz.